Salon qahva videosi keldi. Bu oldimizdagi 2-3 haftaning ichida nimalar bo'ladi deb niyat oldik va like bosgan obunachilarim uchun ne varsa holi chiqsin faoli deb oldim bu arada. E, Energiyalar jo'natinglar. Energiyalar jo'natganlarda shu narsani ko'rdim. Bu yerda haligi hayvon nima derdi, salyangozni tepasidagi uychasi bilan ko'tarib yuradigan bir sudralib yuruvchi qurt bor-ku, shunaqani ko'rdim yani. Bu arada belki kimlardir meni ko'rib turganlardan bu 3 haftaning ichida işte bola chaqasi bilan biron yerga ko'chishi ko'rinyapti. Ya'ni bola chaqasini olib yo bir yerlarga ketadi, yo bo'lmasam bir yerlarga ko'chishi ko'rsatilyapti. Keyin qandaydir majlisga qo'shilishinglar mumkin. Masalan, bitta odam sizlarga bir ko'rgazma yoki nimadir tushuntiradi, yoki işte seminar beradi. Shunaqangi bir majlisga qo'shilishinglar ko'rinyapti. Meni ko'rib turganlardan kim bo'lsa ham majlisga borishinglar bor. Bu orada ko'chishliklar bor. Keyin yana nima ko'rdim? Asalari ko'rdim. Asalari nimadir? Asalari bilasizlar, tinmasdan ishlab işte anavi asal to'playdi. Ya'ni siz ham balki juda mehnatkashsiz, juda mehnat qildingiz. Ya'ni harakat qilyapman, asallarimni to'playapman, ammo hali beri o asallarimdan foydalanganim yo'q. Ya'ni mijoziy ma'noda qanday? Masalan, ishlayapsiz, qo'l ishlari qilyapsiz, qo'l mehnatlari qilyapsiz. İşte o'zingizni hobbingizni qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Bunlarni sota olmayapsiz yo bo'lmasam sotaman deb to'playapsiz. Hali beri bir turli anavi qilayotganingiz yo'qda. Shu to'plagan narsalaringiz, qilgan ishlaringiz, hobbi ishlaringiz, qo'l ishlaringiz, ya'ni shunaqangi ishlar qilayotganlar bo'lsa, bunlarni sotishni boshlaydi, klientlari ko'payishni boshlaydi. Ya'ni shunday ko'rinyapti. Bo'lmasam ochamiz shu yerda. Deb yüreğim anavi bo'ldi. Ay, to'y bo'lar ekan, to'y. Bir kelin ko'rdim bu yerda. Kelin ya'ni boshqa bir uyga ketyapti. Bu 3 haftaning ichida to'yimiz bor, qizlar. Bizni ham to'yga aytinglar. Bo'ptimi? Ya'ni juda yaxshi bir yerga, menimcha o'zini oilasidan ham yaxshiroq bir oila. Yaxshi yomon oila bo'lmaydi. Masalan, hali moddiyotdan balki işte biroz boyvachcha oilaga yoki biroz borliqli bir oilaga turmushga chiqayotgan ko'rinyapti bu qizimiz. Ya'ni boshiga ya'ni katta tolih qush qo'nibdi desam ham bo'laveradi. Ya'ni yaxshi bir barakatli shunaqangi bir xonadonga turmushga chiqyapti bu qizimiz bir 3 haftaning ichida. Bu yerda bir erkak ko'rdim. Erkakda ya'ni 30 yosh pasti, 30 yosh tepasi emas, ozg'inroq ya'ni. Hanigi nima ham emas, yosh yigitlardek, короче. Bu yigit mashina olyapti. Bu 3 haftaning ichida mashina olyapti. Balki qachondir olaman deyatdi, bir onda bo'lmayotdi. İşte buni olishi ko'rinyapti. Va bu yigit u mashinani olish uchun uzoqroqdan keladi. Balki pul to'plaganda, chet elga ketganda, buning uchun kelishini ko'rsatyapti bu 3 haftaning ichida. Ya'ni murodiga yetyapti desam ham bo'ladi. Yana nima? Yana shu yerda yo'lchiliklar bor. Ya'ni yo'lchilik qilaman, yo'lim ravonmi deyotganlar bo'lsa, albatta yo'lingiz ravon. Ya'ni boradigan yeringiz ma'lum. Boradigan bir uyga borasiz. Ya'ni u uy qorong'uq ko'rinmayapti, ochiq ko'rinyapti. Balki sizni yaxshi kutib olishadi. Balki işte yaxshi bir yer, ya'ni barakatli bir xonadon. Ya'ni shunaqangi yerga borishingiz ko'rinyapti. Yo'lchiliklar ko'p bu arada. Xabarlarimiz bor, обязательно xabarlar kutyapti, xabarlar kutayotganlar, xabarlar kelyapti. Bu arada kimdir bolalashi mumkin, ya'ni farzand ko'rishi mumkin bu 3 haftaning ichida. Shu anda sanki tayyor bo'lib qopti farzand ko'rishga, ya'ni tug'ishga tayyor bo'lib qopti. Keyin shu yerda shu narsani ko'rdimki,
Bu yerda ichimizda birisi yani ozod bo'lgisi kelyapti ochiqchasi. Yani belki bo'lgan yerida, yashayotgan yerida ozod bo'lgisi kelyapti. Ammo bir turli hani katta bir xotin bor yani. Bilmem oilasidan yoki yaqinidan sanki ozod bo'laman, bu yerdan ketaman yoki bu narsalardan qutulaman. Yani o ozod bo'lib qushday bo'lib uchishni xohlayman deganda u xotin ha pistasini chaqyapti-da, ha qani uchib ko'ramiz. Короче. Yani nayranglar qilyapti, короче. Sizni ozod bo'lishingizni xohlamagan, sizni işte ozod qushday uchishingizni xohlamagan. Yani sizni erkin bir nimalar qilishingizga, hayotingizga illoda uch degani yomon ma'noda emas. Erkin har bir inson erkin bo'lgisi keladi, o'zi qaror, o'zi fikr olgisi keladi. İşte bunu qilaman deyapti. Ammo bir katta bir xotin qani qilib ko'ramiz deb pistasini chaqyapti, короче. Ozgina kelin bo'layotgan qizimiz boshda kelin bo'lyapti dedim-ku. Orqangizda kalamushlar bor. Ya'ni sizni katta boy xonadonga yoki yaxshi bir xonadonga turmushga chiqishingizni ko'ra olmagan ikkita bir kalamush ko'rdim. Bu ikkita bir kalamushni o'zingiz oilangizdanmi yoki işte qarindosh qo'ni-qo'shni, ya'ni uzoq tuting iloji boricha. Chunki orqangizdan yani vidir yani biraz dedikodu chiqarishi mumkin, ammo qo'lidan hech narsa kelmaydi. Tamommi? Qo'rqmang yani. Kelgan bu yerda shu narsani ko'rdim. Kim bo'lsa bu yerda kimnidir kuzatyapsiz, yani kimi energiyasi tushgan bo'lsa birisini uzoqdan kuzatyapsiz, detektivlik qilyapsiz. Qani nima bo'larkan, nima qo'yarkan. Yani işte bu aqlingizdagi kishidir, yani uchinchi kishiga ketganda qani bu hayotidan buni chiqaradimi? Yani shunaqangi detektivlik qilyapsiz. Keyin gül paketi gördüm bu yerde. Kimdir bir 3 haftanın içinde sevgilisinden yoki bir yerden bir hediye, sovg'a, yani kattaroq bir gül yo bo'lmasam kattaroq bir sovg'a olishi ko'rinyapti. Xo'p, shunday ko'raychi. Короче, bu yerde bir nechta narsa ko'rdim. Bu bir nechta narsada kimdir işte farzandini tug'ilgan kuni bo'ladi, kattaroq o'yinchoq oladi va juda xursand bo'lyapti yoki bir hayvon olib berishingiz ko'rinyapti. Keyin bu yerda sanki to'xta. Ko'payishliklar bor. Zaten bunu aytib o'tdim. Ama yanada ko'payishliklar bor. Zaten farzandlarim bor deganlarda da yanada ko'payishlik bor. Xabarlar ham zaten ko'p bu yerda. Sizga kimdir yani kimi energiyasi tushgan bo'lsa bu yerda kimdir dedikodu g'iybat olib keladi. Sizni yana bir ayol ko'rdim bu yerda. Yani bir ayol farzandlari bor yonida, ammo turmush o'rtog'i yo'q yonida. Yani belki turmushidan ajrashib ketgan, yani vashita yo'q turmush o'rtog'i. Sizga bir qismat kelyapti. Sizda bitta o'g'lingiz bor. Yani где-то 10 yoshlarga doğru, yani 1 yoshdan 10 yoshlarga doğru. 1 yosh emas ama 10 yosh ichida, yani bir o'g'lingiz bor yoningizda. Biraz kiloli, semizmasiz, ozgina kilolisiz. Yani eringiz yo'q sizni. Sizga bir qismat kelyapti. Sizga bir hediye, sovg'a, ko'kdan bir sovg'a. Buni balki turmush o'rtog'i, balki hayotingizga kirib keladigan inson, balki sizga bir hediye, sovg'a kelyapti. Yani sizni bir o'g'lingiz bor, короче. Belki maydachalarınız ham bordir, ularni uncha ko'ra olmadim yani. Xo'p, yana shu yerda ko'rdim. Bir ayolli eri, kattaroq yo eri yoki sevgan insonlari deb, yani illa eri deb aniqlamay, oilasidan yani birisi, ama erkak kishida katta bir o'lja ushlab kelyapti. Bu nima degani? Katta bir surpriz bilan yoningizga kelyapti. Yo ishi bo'yicha zo'r narsa aytadi sizga, yoki kattaroq bir yutuqqa erishib sizga olib kelyapti buni. Balki farzandingiz da bo'lishi mumkin bu orada. Hop, endi esa biraz qorong'i tushdi menga. İçinizdagi haligi siqilibozda qahvani ochayotganda ichimda bo'lib qoldim bir. Bu 3 haftaning ichida ochilishi boshlaydi. Bu turmushga chiqayotgan qizimizdan boshlaydi ekan. Borgan yeringizda o'nglashib baxtli taqli bo'lib ketasizlar. Xo'p.
Albatta yo'lchiliklardan bor, sevinchli ko'z yoshlarimiz ham bor. Keyin yana kimdandir shu ko'rdim. Balki yer talashmovchilik bo'lyapsizlarda, yer yoki uy talashuv bo'lyapti. Nima bo'ladi deyotgan bo'lsangiz, bo'linadi bu. 3 ga bo'linadi. Kim shunaqangi uy talash yoki işte yer talash yashayotgan bo'lsa, bu 3 ga bo'linishi ko'rinadi. Ammo yani ikkitasiga yarim qilib bo'linadi, bittasiga ko'proq qilib bo'linadi. Yani 3 kishi balki aka-ukadirsizlar, belki boshqa, ammo bir kishiga ko'proq, 2 kishiga teng bo'linadi. Keyin bu yerda bir yigit yoki erkak, orqasini qilib turibdi, uncha ko'rolmadim. Bir yerda yashirinib o'tiribdi, sanki bir pusuda yashirinib o'tiribdi. Sanki nimadandir saqlanyapti. Yani vaqt soati kelsa u pusudan, yani yashiringan yerimdan chiqaman deyapti. Bir yerda yashirinib o'tiribdi. Yana shu yerda bir ayol kishi ko'rdim. Qo'lida bolasi bor. Buni turmush o'rtog'i balki 6 oylarda yoki 2016-yilda ketgan. Bolasi qo'lida ekan, kichkina ekan, ketgan. Buni kutyapti, buni yo'liga qarayapti. U inson hali beri qaytish niyati yo'q. Chunki hali beri ishlari bitmagan yoki biroz tushkun holatda. Bu 6 oydir, 6 hafta yoki 2016-yilda kimnidir turmush o'rtog'i qo'lida bolasi bilan ketgan bo'lsa, bu hali beri qaytmaydi. Chunki biroz tushkun holatda. Chunki qaytgani uyalyapti. Siz kutyapsiz uni. Ketayotganda bolamiz kichkina edi deyapsiz, ammo siz uni kutyapsiz. Balki 3 haftaning ichida xabar olarsiz, hali beri qaytishi yo'q ko'rinyapti. Chunki ozgina tushkunlik yashayapti. Bu 3 haftaning içinde uzoqdan bir где-то 3 hafta 3 oylar ichidan beri kimnidir kutayotgan bo'lsangiz, u xabar keladi yoki u kishi keladi. Agar bu raqamlardan beri kutayotgan bo'lsangiz, 3 kun, 3 hafta, 3 oy, yani bu raqamlardan beri kimnidir kutayotgan bo'lsangiz, keladi yo xabari keladi. Bu uy talashuv, yer talashuvlar bo'layotganlar bor-ku. İşte bittasiga ko'proq qoladi dedim-u. İşte judayam ilon ekan u. Ko'proq qoladigan insonga judayam ilon ekan. Sizlarni manipulyasiya qilyapti har turli. Ya'ni manipulyasiya qilganligi uchun ham u o'ziga ko'proq tegyapti, sizlarga oz tegyapti. Bu yerda bir ayol ko'rdim, nozikroq ayol, ammo qoni anchagina kattayib ketibdi yoki ishib ketdi. Ya'ni homiladordir. Hali beri tug'ishi yaqin emas, hali beri tepada bolasi. Ammo tug'ishi yaqin emas bo'lsa ham qandaydir bir ginekologiya yoki doktorga yotadi. Chunki bu genital, ya'ni ayol tarafidan ozgina kasallanish bo'ladi. Ana shuning uchun yo oyog'idan yoki ayol kishi tarafidan nima bo'ladi? Ozgina kasallanish bo'ladi. Shuning uchun tushish xavfi bor, ehtiyot bo'lasiz. Ammo qorningiz anchalar lo'ppayib ko'rinib qolibdi. Ya'ni oyog'ingizga yoki genital taraflaringizga ehtiyot bo'lasiz. Keyin suvaklar, oyoqlar, bunlarga e'tiborliroq bo'lamiz. Yana kommentariyaga opa ehtiyot bo'l deysiz, ehtiyot bo'lmadim, ana bo'ldi demanglar. Ehtiyot bo'linglar. Oyoq, qo'l, suvaklar, tizza og'riqlari, bunlar yashanishi mumkin. Bo'lmasam bir tilak tutinglar. Bu qanchada bo'lishini aytaman. Tovoninglarga ham ehtiyot bo'linglar. Tilak tutinglar. Bu qanchada bo'lishini aytaman. Tutdinglarmi tilaginglarni? Necha hafta, necha oy bo'ladimi, bo'lmaydimi? Uni aytaman. Birisiniki shunaqangi energiyasi urganki bu yerda, uni aytmasam bo'lmaydi. Farzandli bo'lamanmi debsiz. Farzandli bo'lasiz. Farzandli bo'lamanmi deganlar, farzandli bo'lasiz. Где-то balki 3 yillar ichida farzandli bo'lasiz.
keyin hani bo'ladimi deb haligi ha yoki yo'qga bo'ladimi deb tilak tutganlar qachon bo'lishini sizga ham где-то 3 oylarni ichiga bo'lishini ko'rsatyapti. Yana 3 raqamini berdi. 3 oylar ichiga bo'lishini ko'rsatyapti. Farzandli bo'lamanmi degan esa 3 yillar ichiga ko'rsatyapti. Xo'p. Tilak tutganlarga esa 3 oy ichiga bo'ladi deyapti. Isminda A, L, I harflari borlar. A, I, L harflari borlar. Hop. Sizda bir bu harfda bo'lganlar. Sizda bir qoluvchi narsaga egador bo'lasiz. Ya'ni qilgan mehnatlaringiz bilan yoki pul to'plab yoki kattaroq bir narsa olasiz. Ya'ni qoluvchi, ya'ni bunday muhrlangan, ya'ni yo muhrlangan bir xabar olasiz, yo muhrlangan bir narsa olasiz. Ya'ni bu muhrlangan bir narsa degan qanday? Qog'ozga urilyapti, короче, pechat. Ya'ni viza ishingizdir, dokument ishingizdir, yo bo'lmasam işte uy olganingizda ham yo bir nima olganingizda ham pechat uriladi-yu. Shunaqangi pechatli bir ishingiz bor. Bu где-то 3 oylar ichiga pechatli ishingiz bor. Bunlar bo'ladi. Balki 3 hafta, balki 3 oy. Bu raqamlarda bo'ladi. Bu aralar meni ko'rganlarda homiladorlar ko'p, homilalik xabarlari eshitadiganlar ko'p, ya'ni homilador bo'ladiganlar ko'p va kimlardir işte farzandli bo'lganligini yoki işte qarindosh urug' yaqin urug'larini homilalik xabarlari eshitishi mumkin. Xo'p. Kichkina orqadan gapirgan dedi-ku-da işte nimalardan, kalamushlardan ehtiyot bo'lasiz. Kichkina nazarlar bor, har doimgidek. Nazarlar bor ko'rinyapti. Nazarlardan ehtiyot bo'lamiz. Ama tarqalyapti ama nazarlar bor. Bosh og'rig'i yashadim biroz. Keyin yana o'tgan safar ogohlantirma sistemanglar. Bolalaringlar o'ynayotganda ehtiyot bo'linglar, tepaga chiqmasin, tomga yoki bir nimani ustiga, ya'ni chiqmasin shunaqangi narsalardan. Tamommi? Masalan, tog'-bog'larga chiqsanglar yoki suv pullar tepasiga chiqib turib sakramasin. Ya'ni shunaqangi tepaliklarga chiqmasin, ehtiyot bo'linglar bu oralar. Sanki bu oralar koinot bolalar bilanmi ozgina sinovlarimiz bor, bilmadim. Biroz bu narsalarga ehtiyot. Iloji boricha bolalarga sho'xlik qilsa ham yaxshi gapiraveringlar. Bir nimalar tepaliklarga chiqarmanglar. Aytdim, shu tepalikka chiqmagin deb keyishadeydimi, shundan bo'lmas. Chiqmanglar tepalikka. Moddiyotdan qandaysizlar? Moddiyotdan kichkina pullar kelishligi bor, albatta kichkina, ammo katta emas. Ya'ni kichkina miqdorda pullar kelishligi bor ko'rinyapti. Bunisi ham shundagida ozgina nazarlar bor, ya'ni ko'zlar bor. Sıçrayan ko'zlar bor, nazarlar bor. Ya'ni bu 3 hafta içinde, oldimizdagi 2 hafta, 3 hafta içinde bu yashanadigan yoki bo'ladigan avvalambor Alloh. Ya'ni biz taxminda, ya'ni biz bunlarni ko'rganimiz qadarini aytamiz. Ya'ni shunday. Yakka o'z uchun ochtirmoqchi bo'lganlar +90 552 005 22 41 Turkiya kodi +90 bilan boshlanadi. Hisobimda ham bor. Yana hani kommentariyada yozadi, nomeringizni bering deb. Shu sari lilitlar o'taganga shunday qilib kirsalaring, WhatsApp, Telegram, Instagram hamma yoq chiqib keladi. Keyingi videoda ko'rishguncha bay bay.